Akalarim barchaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men ekran ortida Oybek Abubakirov. Bugun esa do'stlarim, men sizlarga mana bu sostav ko'rsatgani chiqdim. Ya'ni do'stim, mana bu vidga bir baho beramizda 4 ta glavni priz bo'lgan akalar. Tim bo'lib biletni yarimidan ko'pini tugatib qo'ydik. Avvalam har bitta ko'rib turgan, ishonch bildirib turgan aka-uka opa-singillarimizga kattakon rahmat demoqchimiz. YouTube'dan bizni tomosha qilib turgan akalarimiz, Telegram kanaliga o'tamiz. 30 ming ta obunachimiz bor. Obuna bo'lamiz va asosiy videolarni hammasini har kuni Telegramga yuklab boryapmiz. O'tinglar, sizlarga as qotadi. Do'stlarim, qandoq qilib chipta olish kerakligini ham Telegramda short silkalar qo'yib o'tib ketyapmiz va nomer telefonimiz ham bor. Mana shu video ostida описаниеda Telegramda qoldiryapmiz yoki bo'lmasam ekrandagi QR kodni shuni telefoningizni kamerasini olib kelsangiz avtomatik tarzda o'tib ketasiz. Akalar, bo'lmasam bu o'yinimiz haqida ozgincha tushuncha berib o'tib ketsam, yarimidan ko'p bilet tugatdik aytib o'tganimdek, glavni prizimizda mana shu orqamda turgan 4 ta mashina akalar. 4 talasi ham bu safar glavni prizda bo'lgan. Bo'lmasam eng kattasidan boshlaymiz. Mana buni svetlariga bir baho beramiz akalar. 7 o'rindiqlik XZ VX modeli 2 litrlik turbirованный двигатель akalar. 249 ta ot kuchiga ega, полный привод, ya'ni 4 tala baloni ham tortadi. Katta panoramasi bor, kojinli pремиальный сиденьяларда, kojinli rullarda. Multi rul akalar va proyeksiya лобовое стекло. Лобовое стеклoni istediganigacha bor. Охлаждение сиденья, обдув, обогрев deydi-ku biz o'zbekchasiga. Hamma qulaylik yetarli, faqat 2000 rubl evaziga o'z omadingizni sinab ko'rib yutib olsangiz, mazani qilib bilan sotsangiz ham hozirgi kunda eng chaqqon mashinalar akalar bozori. Ikkinchi mashinamiz Jetour Dashing akalar, ya'ni mashinani ko'ryapsiz, juda ham katta bu ham crossover. Buni ham 4 tala balon tortadi akalar. Полный приводda mashinamiz 150 ta ot kuchiga ega, 1.6 объемda turbinada akalar. Ya'ni juda ham ekonomichni yiliga kelsak, mana bunisi 2023-yil, mana bu oqasi 2024-yil. 10 mingmi 15 ming probegda akalar. Ya'ni mashina yangi mashina, buni vidini qarangda. Yutgan insonda loyim omadini bersin. Bu mashinani do'stlarim, salonlari полный sportivniy rullarda, sportivniy sidenyalarda yutgan inson rohat qiladi. Bu mashinalarda akalar aytishingizdan chiqibdi, taksiga yo'lasangiz ham bo'ladi. Unisini ham, bunisini ham bemalol hozirgi kunda taksida ham ishlashyapti. Endi do'stlarim, navbat, men o'ylayman bu mashinalarni bilmagan, suymagan inson bo'lmasa kerak oramizda. Kia K5 oq sveti, Kia K5 qora sveti. Qorasini komplektatsiyasi ancha kuchli, chunki uni bamperlarini ham ko'ryapsiz, faralari ham boshqa, agressivniy. 2 litrlik объем, 150 ta ot kuchi, prestij komplektatsiyada. Ya'ni bu nima degani? Kojinli sidenyalar bu yerda turibdi, multi rullar, cruise control, klimat kontrol akalar. Konditsioner, podogrev rul, podogrev сиденья, бесключевой достуp, xullas hamma qulayligi bu mashinada yetarli. Yiliga kelsak 2020-yil akalar bunisi. Mana bunisi 2021-yil, tonirovka ham qilinmagan, ko'ryapsiz, mashina klassik komplektatsiyada. Ya'ni bunda ham konditsioner, podogrev rul, podogrev сиденья, 2 litrlik motor, 150 ta ot kuchiga ega. Xullas nima qilish kerak? 2000 rubl evaziga o'z omadimizni sinab 4 ta mashinadan birini sohib bo'lmoqchimiz. Bo'lmasam do'stim, 260-60-60 nomer telefonga 2000 o'tkazib, original chekingizni WhatsAppga yuborasiz. WhatsAppimiz adden ekranda qoldirib o'tib ketamiz. Sizlarga esa omad tilab qolamiz. Bulardan tashqari 2 ta $1000, 2 ta $500, 10 ta 10 ming rubllik va 100 ta 5 ming rubllik pul prizlarimiz ham bor. Jami ishtirokchimiz 4950 dona. Hozir kelib 2400 dona atigi chiptamiz qopdi akalar. Barchaga omad tilab qolamiz. Omadinglarni bersin.